Tong, bomdodga azon aytilgan vaqt va namoz uchun saflangan jamoat. Jamoatga kelganlarning aksarida yashirin gunohlar, yana bir turida ochiqlangan va bandalar biladigan gunohlar, yana bir turida esa kechirilgan gunohlar. Bomdodga saflanmagan va hatto g'aflatdan uxlab yotgan insonlarda esa unutilgan gunohlar. Hayotning pastu balandi oldida insonlarning yo'qotilgan umrlari, zoya o'tkazgan vaqtlari, sarflangan sog'liqlari, qilgan har qanday amallari ko'rinmay ketarkan. Dunyo deb atalmish boshi va oxiri yo'q manzillarning girdobida shaxsiyatini ham unutib yuborishi va qadriyatlariga ham tupurib qo'yishi hech narsa emas. Manzilidan adashgan inson uchun na tarbiyaning, na axloqning va na hayoning o'rni qoladi va balki qadriyatlari ham ustun bo'ladi. Dunyoviy orzularga bog'langan ko'ngildan esa kutuvlarni kamaytirib, real ko'zlar bilan qarash lozim. Sababi qo'rquvsiz qolgan ko'ngil aqlga har narsani buyurishi mumkin. Har bir bandaning har bir o'rinda yetarlicha belgilangan burchi bor. Dinida, oilasida, do'stlari orasida, ishidan tortib ko'cha-ko'yda yurishigacha. Barchasi to'g'ri mezonlarga asosan belgilangan. Bir mezonga amal qilmasligi ortidan boshqa bir mezon buzilishi kelib chiqadi. Inson o'zini har qancha aldamasin, har qancha bahona o'ylab topmasin, baribir qalb yolg'onlarga ishonmaydi. Agar qilayotgan ishingizda nimadir qalbingizga og'riq berayotgan bo'lsa, shunchaki biling, siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Qalbida zarracha iymoni bo'lgan insonga noto'g'ri ish darhol bildiriladi. Yo'lidan adashgan, sahroda qolib ketgan insonlar esa qalbiga solingan ishdan qaytmaganlardir. Namozlariga beparvo bo'lgan, tafakkurdan yiroqlashib, qalbiga o'yin kulgudan boshqasi sig'may qolgan insonlardan sakinati yo'q, halovati yo'qligini so'ramay qo'yavering. Dunyoning har qanday go'zalligi, ko'zlarga yoqimli bo'lgan tabiat, rivojlangan mamlakatlar, inson tanasiga yoqimli bo'lgan har qanday havo va nafs uchun yengilliklar qalbdagi og'riqlarning zarrachasiga ham kifoya qilmasligini, qalblar zikr va tavbadan orom olishligini tavba qilishlardan so'rang. Ozgina yashagan umrimda tavba qo'lini duoga ochib, sajdaga yuzlanib, chiroyli so'zlar bilan kechirim so'rashdan kattaroq narsaligini tushunib yetdim. Tavba shunchaki kechirim so'rash emas, xatolarning qaytarilmasligi, ibrat olishlik, xulosalarining tatbiqi va qaytmaslikdir. Gunohlarning badali tanadagi og'riqlar bilan to'lansa, insoniyat qirilib ketgan bo'lardi balki. Bu badallar botinidan qaralsa, undan ham og'irliroq qism bilan, qalb bilan to'lanadi. Har bir gunoh qalbning qorayishiga, bandaning Allohdan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Shunchaki oddiy misollar bilan tushuntirsam, insonning qo'li yara bo'lsa, unga dori-darmon malham bo'ladi. Qalb uchun esa tavba. Tavba qalbning g'usuli, bandaning poklanishi va hayosining ozuqasidir. Tavba zikrdir. Tavba qaytmoqlikdir. Tavba tug'ilmoqlikdir. Qayta berilgan hayotdir. Abituriyentlik vaqtlarimda gunohlarimdan siqilib, bir do'stimga gunohlarim siqib qo'yayotgani, tinchlik bermayotgani va Robbim meni kechirarmikan degan qo'rquv qiynayotgani haqida aytgandim. U tabassum bilan yuzlangandi va aytgandiki, Allohning rahmati uning yaratgan 18 ming olamidan-da kattaroqdir. Sen esa o'sha 18 ming olamdagi kichkinagina yerchadagi kichkinagina bir bandasan. Nahotki senga rahmat yetmasa. Bu so'zlar tavba ustidagi hayotimdagi balki men eshitgan eng kifoya qiluvchi va eng yodda qoluvchi taskindir. Dar haqiqat unutib qo'yamizki, Robbimiz bizning qoyim qilgan 2 rakat namozimiz uchun bo'lgan muhabbatiga barcha bandalarning muhabbatlarini qo'shganda ham tenglashtirib bo'lmagan bo'lardi. Chunki Robbimiz cheksiz bo'lgan koinotning egasi, yaratuvchisi va yagona nazoratchisidir. Barchasi uniki, undan va unga. Rizqimiz kafolatlangan ekan, balki qalb mulkining islohi uchun ko'proq qayg'urishimiz, har bir katta yoki kichik gunoh uchun o'rnida tavba qilib, uning o'ziga qaytmoqligimiz haqiqiy bandaligimizdir. Robbim, balki hayo mulkimni unutib qo'ygandirman. O'zim har doim qarshi turgan, o'zim uchun aslo ravo ko'rmagan ishlarning tarafida turganimdan uyalib ketyapman. Har doim qilmayman degan ishlarimga qayta-qayta burilganim,
zikringni qayta unutganim, tavba qilib, so'ngida yana shu ishga bo'yin ekkanim uchun balki butun umr vijdon azobida qiynalishga mahkum bo'larman. Robbim, har doim barchasi tugadi, endi bo'lmaydi, endi qutula olmayman deganimda to'g'ri yo'l ko'rsatib, holatimni yengillashtirgan o'zingsan. O'zimdan nafratlanib, hech narsa ko'zlarimga ko'rinmay ketganida ham yuz o'girmagan o'zingsan. Ibodatingga qayta olib kelgan o'zingsan, Robbim. O'zingsan. Tavbaning kuchini har doim ham tushunmaganman. Gohida dardarimni she'rlar orqali ifoda etdim. Do'stlarim bilan bo'lishdim. Aynan men uchun og'ir bo'lgan vaqtlarda atrofimga men uchun kerakli bo'lgan narsani o'zing bergansan. Gohida xursandchilik bo'ldi, gohida mahzunlik, lekin barchasining ma'nosi o'zingga qaytishlik bo'ldi. Bandaligimni to'liq ado eta olmadim. Har gal oldinga gunohlarni to'ldirib keldim. Lekin gunohlarimni bandalaringga emas, aynan o'zingga ayta olganimdadir balki tavba. Shunchaki tavba qildim Robbim deya olganimdadir tavba. O'zing kechir Robbim deya olganimdadir tavba. Balki qachondir o'zim xohlagan darajada taqvoga erisharman. Taqvo qilishning ham asl boshlanishi tavbadan, davomi ham, oxiri ham tavbadan iborat ekan Robbim. Chunki yetishlikning asl mohiyati ham kechirilishdan, tavbadan boshlanar ekan. Tavba qildim Robbim. Tavba qildim. سهر لذة رجاء لا بدنا مكدار